Qiz keltirish kelishimi. Abdori G'ayrat O'shur. Dadamlarning yo'l mingishi bilan o'qish ishimmo nihoyat tez hal bo'ldi. O'z orzuyim bo'yicha Shanxay Tongji universitetida 1 yil nemis tili o'rgandim. Keyincha chet elda o'qiydigan bo'ldim. Onam o'qishimga ko'p qarshilik ko'rsatdi. O'ninchi bo'lganda men ularning qishi turib, holdan xabar olishim kerak ekan. To'y qilib bolalik bo'lishim, navrilar orqali ularni xo'sh etishim. Bular bo'lsa farzandning o'tashga tegishli majburiyat ekan. Elimi yaxshi, dadam o'qimishli kishi bo'lg'achqa meni boshdan oxiri qo'lladi. Onamning qoqshashlarini kor qilmadi. Bo'lmaganda Oygullarning damiga tushgan onamning ohiga chidamagan bo'ladi. Chunki onam mendek orzuliq o'g'ilning boshliqqa kuy o'g'il bo'lishini bakma xolis kerak. U bir chaqlarda peshonasiga suyib kelin qilishni orzu qilgan Shamsiyani butunlay unuttimi yoki mening shuncha kasal tortishimni uningdan ko'rdimi, Shamsiyaning gapini faqat qilmas bo'lgan edi. O'qishga minish vaqtimning yaqinlashishiga agishib, Shamsiyani ko'p xiyol qiladigan bo'lib ketdim. Yolg'iz qoldimmi, u mening hamroyim edi. Afsus, uning hozir nalada nima ish qilayotganligidan xabarsiz edim. Ko'klam oshxonasidagi men uni tunji ko'rgan o'rin mening doimlik turar joyim bo'lib qoldi. U Murat bilan o'tirgan o'ringa oshxona eshigini to'ymay boqadi. Bir xil tomoqni buyurtib qo'yib, uni yemasa yana bir xil taom buyurtadi. Afsus, kutganim ko'rinmaydi. Kunlarim kutish, taqozolik, hijron ichida nihoyat tez o'tib ketib, o'qishga minish vaqtimni yaqinlab qolyapti. Menishdan burun Shamsiyani yiroqdan bo'lsa bir ko'rib olsam, boshqalarni ko'ydiraman deb o'zi ko'yib qolgan yuragim ozroq bo'lsa taskin toparman. Oygulning Shamsiyani bu yerdan ketdi degan gapiga asosan uni bu shaharda yo'q deb bildim. Biroq Oygul degan tug'mi yolg'onchi tursa, uning so'ziga ishonch qilg'il bo'lamdi. Uni ko'rish istigida uning ishxonasiga bir qancha qaytim telefon urgan bo'lsam-mu, u yo'q bo'lib chiqdi. Xizmatdoshlari uni yo'tkilib ketdi deb yuragimga pichoq urdi. Yo'tkalgan o'rnini ularmi bilmaydi ekan. O'ylab ko'rib, Ro'shangulning uning xabarini bilsa, menga aytib beramdikan degan umid bilan uni izlab uyiga bordim. Ha, Shokirjon o'g'limmisan? Qadamlaring bu yoqqa yetib qopti-ku. Betap bo'p yetib qopti deb anglab, yo'qlab borolmagan edim. Kechirasan ha. Seni bir izlay deb turgan edim. O'zing kep qopsan mana. Yura, uyga kirayli. Sana deydigan so'zim bor. Takallub qilishimning o'rni qolmagan edi. Agishib, yasidoq yasalgan Yosinboyning mehmonxona uyiga kirdim. Uyning hashamligini so'zlamasammi bo'ladi. Chunki buningdan tal uylar Uyg'ur jamiyatida bo'lmas kerak. Ha, Shokirjon o'g'lim, nima bo'ldi sizlarga? Yosinboy choy qo'yg'ach savol bilan ko'zimga tikildi. Men uning nima demoqchi bo'lganini tushunmay qarabla o'ltirdim. Ro'shangullar bilan bir obdan o'tib ketib boratdinglar. Meningcha bo'lganda ikkilarning beshini qo'shib qo'ydigan vaqtimi bo'lgan edi. Boy akam bizning yaqinligimizni cho'qim xato tushunib qolgan bo'lsa kerak. Bundaq chaqda men nimami deya olayman? Beshimni egib o'ltirishga majbur bo'ldim. Qizimdan so'rasam, digili unimidi? 2 oydak bo'ldi. To'limi sulg'un, jimiblik ketdi. Sizlarga bir nima bo'lmagandi? Bizning o'tirimizda hech ish bo'lmadi aka. Endi shu o'qishmaslik tufayli. O'qishmaslik bo'lsa bo'pti, uni o'tib ketdi. Mening dunyolikda shu birli qizim bor. Topgan taginim shu qizimga mansub o'g'lim. Sen bir obdan bola bo'lding. Sendan xotirjam desammi bo'ladi. Ammo shu erki qizim meni xotirjam qilamo deyman. Boy ter tushayotgan chiroyini qo'li bilan surtib qo'yib, yana so'zladi. Shokirjon bolam, fursat bo'lsa qizim qaytib kelganda uning bilan yaxshiroq so'zlashasizlar. Bo'lsa, to'yinglarni chopsonroq qilib otasizlar-jimi? Dodining qiziga elchi bo'lishi shuncha tas bo'lsa kerak. Boy texmi tarlab ketyapti. Men bu boyning men xato tushunishidan hayronlik his qilmadim. Chunki men burun qichoqlarimda sho'xlik qilib,
boyning uyini o'z uyimda ko'rib, kirib chiqib yuratdim emasmi? Uningdan qizning qayerga ketganligini so'rashdan qijil bo'lib, gapiga ma'qul bo'lib qaytib chiqdim. Yo'q, unda qilmayman degan gapdan o'qish uchun yurtdan yo'qolsam-da bo'ldi emasmi? Kutgan chog'lami yetib keldi. Hayronman. Oyguldek bir qizning voy deb yurib, mangdiganga oz qolganda yo'qab ketganiga. Bir turib xo'sh bo'pmi qoldim. Chunki u yo'q, beshim sog' emasmi mening. Yurtdan aeroplan bilan Urumchiga kelib 2 kun turib qoldim. Bejardigan ishlarimni tugatib, aerodromga kechikib keldim. Nəhayət qisqa vaqtda aeroplanga chiqish rasmiyatini bejarib, uçqili tayyor bo'lgan aeroplanga chiqib oldim. Jiddiychilikda o'rnimdan tepib, yuklarni o'rinlashtirdim va o'rnimda o'ltirib, yon belimga qaradim. Mening o'rnim be'o'rin bo'lib, deriz tarafda biri o'ltiradi. Si o'rinda odam yo'q, bo'sh edi. A o'rinda o'ltirgan qiz sirtqa qarabla o'ltirg'achqa boshda onchimisan sanmagan ekanman. Biroq hozir uni ko'rganimda o'zimni yo'qitib qo'yib, o'rnimga o'zimni tashladim. Umi meni ko'rib nima qilarini bilmay dong etib turib qoldi. Ko'zlarimda yosh. Erkakligimni unutib yig'lamoqdaman. Uning ko'zlaridan yosh qo'yilmoqda. Uning menga nafrat deyishi oqqizg'inini yoki hijron deyishi oqqizg'inini bilmaydim. Qanchalik qarab turib qoldik, bir chaqda bir beqinimga o'qidi. Qarasam, si o'rinda o'ltirgan qizchaq ekan. Uni ko'ribla portlab ketgan tasliq qoldim. Vah, deyishvag'im bo'lmanglar yana. Shundaqmi udil kelgan bormi? Sizlarning Shanxayda so'rishib yurishinglarga qarab turamdiman deb, men sizlarga hamroh bo'lg'ilmadim. Qaysi kun kuzatishning davomini endi men Shanxayda ko'zdiman. Sen qiz keltirish kelishimi tuzib qiz keltirsang, men seni keltirish qasmi qilib, seni keltiraman Shakir. So'zlayotgani Oygul edi. Deriz tarafda ko'rgan qiz bo'lsa, Shamsiya bo'lib, yig'lashdan to'xtab bizlarga hayronlik bilan boqmoqda edi. Shakirni xiyolingga akaguchi bo'lma Shamsiya. Uni mening oldimda so'yginingmi menga qilganlaringga yetib oshidi. Burunqa adovatimizni cho'rib tashlasammi, Shakirni so'ygining uchun cho'qim badal to'laysan. Bo'ldi qil Oygul. Qaysi chog'dagi rasvoliklarni yetib oshidi. G'azab kuchidan uni qiz bola ko'rmay, tasdiqiga silish uchun ko'targan qo'llarim Shamsiyaning tutib olishiga uchradi. Uning ko'ziga qaradim. U yo'q degandek beshin chayqab turadi. Erkak bo'lgandikin sanmamsan. Janonaning haqoratga uchrashiga chidamagan bo'lsang, urayver. Ammo bilib qo'yginki, sening har bir toyg'ing o'z yo'lingga qo'ygan to'saq bo'lib, o'zingga yonmasa, sen Shamsiyani so'yguningdek, menni bir eshakni suyib berman sana. Uning buncha azozul ekanligini bilmagan ekanman. Uningdan qo'rqishga boshladim. Mushu aeroplanda ekanliginglarni bilib, mushu o'ringa keltirish uchun qanchalik kuchugimni bilsanglar, menimi bo'shchaqlamasdinglar-ku deyman. Bilib qo'yinglar. Keyinchida uchimiz bir sinfda o'qiymiz. Shamsiya bilan men bir yotoqda yotaman. Nochi bo'lsanglar, mushuni bir buzib beqinglar. Shu chaqda sizlarni nochgan deb yo'l qo'yman-ku texi. Uning kulkisi aeroplanni bir oldi. Oygul, sen nimali dema, Shakir bilan ikkimizning o'ttirisida yaxshilanish bo'ladi deb o'ylama. Sungan shaqni hech bir kishi ulay olgan emas. Sen bilan bir yotoqda yetib, bir sinfda o'qish xiyolimga kirib chiqmaydi. Qo'lingdan hech ish kelmaydi. Xolig'ingni qilayver. Shamsiyaning ovozi bo'g'ilib chiqyotdi. Qo'lingdan hech ish kelmaydi deysan-u. Shakir bilan ikkinglarning o'ttirisida yaxshilanish bo'lmaydiganligiga ishonadi ekansan, Shamsiya. Men xato so'zlab qo'yibdiman. Kechir Oygul. Shamsiya ikkimizning ishini qasddan yo'shirib otlab o'tib ketdi. Oygulmi bilib tursimi, o'zi uchun anglashni xohlamagan gaplarni anglashni xohlamadi bo'lg'ay surishtirib yurmadi. Shamsiyaning bu so'zi meni qavatli xush qildi. Shunglashqimi uningga baqdim. Uning yuzi bo'lakchilik qizargan edi. Yurgimning silishi o'zimga bilinmaydi. Shamsiyaning badnimga tegayotgan taraflardan o't bo'lib yansam, Oygul tarafdan to'nglamoqda edim. Ko'zlarimni yumib,
ularning paniga quloq solmay, o'zimning huzuri va azobini tortishga tutish qildim. Qiz keltirish kelishimi davomlashmoqda. Maktabga kelib o'rilishib oldik. Aygülning deganidek men yolg'iz. Shamsiya bilan Aygül bir yotoqqa o'rlashdi. Ularni ayrim yasson desak, maktab xo'jalik bo'limidan shundoq o'rlashtirilgan. Bu misla ko'ngil bo'lganlik. Ayrim yotimiz desanglar, sirtin yotoq izlab yaqinlar degan javobga erishib, qo'laysiz bo'lishidan ansirab, ikki raqib bir yotoqqa tushdi. Kunlarimiz zerikish ichida o'tmoqda. Men Shamsiyani qo'g'layman. Aygül meni. Men Aygüldan bezor. Shamsiya mendan bezor. Aygül bo'lsa Shamsiyadan bezor. Raqiblar tar yo'lda uchrashibdi degandek, uchimiz bir maktab, bir sinf, yana kelib yotig'imizmi yiqildi. Tamig'imiz bir oshxonada. Odam bundoq yashsimi va qiziq bo'ladi ekan. Oliyish, to'ymay beqish, yo'shirin qarashlar ichida kunlarimiz ma'nisiz. Bo'ruqtumliqda yashag'achqimi dars degan narsa kollimizga tushmaydi ekan. Bizning tilimiz yo'ldoshlarga boqqanda chet el tiliga yaxshi kelsimi, hech ulardan eshib ketolmayotdik. Bir kuni o'qituvchimizning darsnomini eshitib chiqib, bir sinfda o'qiyotgandan buyanqi tunji bosh qo'sh sharpiga muyassar bo'ldik. Tunji bo'lib Aygül so'z oldi. O'zimdan nomus qilyapman. Har qancha bo'lsa-mu, ziddiyatimizni sinfga so'rab kirsak bo'lmaydi-da. Shundoq, nomus deganni bilmaydiganlarga hamroh bo'lib, menmi do'rab qoldim-ku deyman. Bo'ldi qilinglar. Nimanchi tugmaydigan adovat bu? O'tiranglarda zodi tugmaydigan nimami babo o'tdi. Siz bilmaysiz, Shakir? Ikkilisi tangli so'rab ko'zimga maqtaq qadaldi. Yuzlarim o'tda qizarib, gapmi qilolmadim. Mas'uliyat surishtirmay, ziddiyatimizni hozircha bo'lsa bir chetga qayirib qo'ysak bo'lmasmi? Aygül o'zidagi aybni yo'gash uchun oldin yo'l qo'ygan bo'lmoqda edi. Bo'ladi. Bilim elish uchun kelgan ekanmiz, hozircha adovatni qo'yib turaylik. Ammo sening men qilganlaringni kechirvatdi deb qolma Aygül. Shamsiya Aygülga yo'l qo'ydigandek emas edi. Qiz keltirish kelishimi davomlashmoqda.